Bugungi videomiz odatiydan sal boshqacharoq bo'lyapti. Negaki men manzarani tanladim. Ko'ryapsizlar, ochiq havo. Hadeb do'konda video olmaymiz. Mana bugun xudo xolasa ochiq havoda skitkani yomonini beramiz. O'zimning obunachilarimga bozordan 20-25 dollar arzoniga PlayStation qo'yib beraman. Kargodan PlayStation kelgan. Ko'proq zakaz qilgan edim. Hozir kargodan mol olib kelish problema bo'lyapti. Mana bu ruchnoyda kelgan bo'lish kerak. Negaki bir dona o'zi kelgan. Kargoda mana 5 ta upakovkada kelgan. Ichida komplekti 2 tadan joystick kelgan. Mana yaqinroq ko'rsat. Bir emas, 2 ta joystick bor. Bozorda joysticklar hozir ko'tarilib ketdi. Hozirgi paytda 70-75 dollar sotyapti rangiga qarab. Oq joysticki 65 dollardan sotilyapti. Bu yerda bir emas, 2 ta joystick komplekti bor. Apparati o'zi bozorda 610 dollardan 620 dollarga sotilyapti. Regionga qarab. Koreya yoki Amerika yoki Yevropa. Narx raznica qiladi, negaki kargo qimmat kirib keladi. Bizada zapechatnik Koreyadan kelgan PlayStation 5 Slim. Bor yo'g'i 6 dona kelgan. O'zimni obunachilarimga 20-25 dollar arzonlik qilib beraman. Bozorda shu aytib o'tganimdek 620-610 dollar sotilyapti. 585 dollardan qilib beryapman. Nima deyapti narxi? Jigar. Eng arzoni bilasizlar, obunachilarimizga arzoni PC Store'da bo'ladi. PC Store. Prosta arzon jigarlar. PC Store kelamiz.